Nafaqaxo'rlar, diqqat! Bir maydan boshlab hammasi yangicha. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, qadrli nafaqaxo'rlar va yaqinlari pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa bir maydan boshlab hayotiy muhim o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Agar siz nafaqa olsangiz yoki yaqin orada nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun mutlaqo jiddiy va hayotiy ahamiyatga ega. Davlatimiz miqyosda pensiya ta'minoti tizimida jiddiy islohotlar boshlandi va irmaydan boshlab bu o'zgarishlar kuchga kirdi. Agar siz bu yangiliklardan bexabar bo'lsangiz, jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun bu videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam ko'rishi kerak. Nafaqaxo'rlar, diqqat! Bir maydan boshlab hammasi yangicha. Azizlar, avvalambor tushunib olaylik, nima uchun bu o'zgarishlar sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi kunga qadar pensiya hisoblash tizimi ma'lum bir formulalar va tamoyillar asosida ishlar edi. Masalan, sizning ish stajingiz, o'rtacha oylik ish haqingiz va pensiya balingiz kabi ko'rsatkichlar hisobga olinib, yakuniy pensiya miqdori aniqlanardi. Ko'p hollarda pensiya hisoblashda eng oxirgi 5 yildagi ish haqi yoki istalgan 5 yilning o'rtacha ish haqi olinar edi. Bu esa ba'zi hollarda. Agar odamning ish haqi hayoti davomida o'zgarib turgan bo'lsa, adolatli pensiya olishiga to'sqinlik qilishi mumkin edi. Shuningdek, stajni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ish jarayoni ham murakkab bo'lib, arxivlardan ma'lumot topish ko'pincha muammoli edi. Nafaqalarni qayta hisoblash masalasi ham har doim murakkabliklar bilan bog'liq edi. Pensiyalar odatda yiliga bir necha marta indeksatsiya qilinardi. Ammo bu indeksatsiya ba'zida inflyatsiyadan ortda qolishi mumkin edi. Bu esa nafaqaxo'rlarning sotib olish qobiliyatini pasaytirardi. Endi esa bir maydan boshlab bularning barchasi sezilarli darajada o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan pensiya ta'minoti tizimini yanada adolatli, shaffof va samarali qilish maqsadida bir qator yangiliklar joriy etildi. Eng asosiy o'zgarishlar bu pensiya hisoblash metodologiyasining tubdan qayta ko'rib chiqilishi, stajni tasdiqlashning yangi mexanizmlari va nafaqalarni qayta hisoblash tartibining soddalashtirishidir. Asosan yangi qonun hujjatlariga ko'ra, pensiya miqdorini aniqlashda endi sizning butun ish faoliyatingiz davomidagi barcha ish haqi ma'lumotlari to'liqroq hisobga olinishi ko'zda tutilgan. Bu shuni anglatadiki, sizning karyerangizning eng yuqori cho'qqisidagi, hatto uzoq yillar oldingi daromadlaringiz ham pensiya miqdoringizni oshirishga xizmat qilishi mumkin. Bu juda muhim o'zgarish, chunki u nafaqaxo'rlarimizning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, ko'pchilikning pensiya miqdori kutilganidan yuqori bo'lishi mumkin. Agar ular oldingi ish haqi ma'lumotlarini to'g'ri taqdim eta olsalar. Shuningdek, endi stajni tasdiqlashda qog'ozbozlik kamaytirilib, raqamli tizimlardan foydalanishga urg'u beriladi. Bu esa jarayonni tezlashtiradi va qulaylashtiradi. Nafaqaxo'rlarning pensiya ta'minotida detallar kimlarga ta'sir qiladi, kimlarga ta'sir qilmaydi demak, azizlar, keling, endi bu yangiliklarning har bir jihatini chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kimga bu o'zgarishlar bevosita ta'sir qiladi va kimlar uchun deyarli hech narsa o'zgarmaydi. Birinchidan, kimlar uchun bu o'zgarishlar juda muhim. Bu o'zgarishlar quyidagi toifalarga kiruvchi shaxslarga eng katta ta'sir ko'rsatadi. 1. Asterisk, yaqin orada nafaqaga chiqadiganlar. Agar siz irmaydan keyin nafaqaga chiqishni rejalashtirgan bo'lsangiz, yangi hisoblash metodologiyasi sizning boshlang'ich pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Tasavvur qiling, oldin sizning pensiyangiz faqat oxirgi 5 yildagi ish haqingizga qarab hisoblanar edi. Endi esa yangi qoidalar bo'yicha sizning barcha ish stajingiz davomidagi daromad ma'lumotlari eng yuqori ish haqi olingan davrlarni ham hisobga olgan holda pensiyangizni oshirishga xizmat qiladi. Masalan, siz 30 yil oldin 10 yil davomida yuqori maoshli lavozimda ishlagan bo'lsangiz, lekin keyinchalik maoshingiz kamaygan bo'lsa, eski tizimda bu yuqori daromadlar pensiyangizga deyarli ta'sir qilmasdi. Yangi tizimda esa o'sha davrdagi daromadlaringizning real qiymatini hisobga olgan holda umumiy pensiya balingiz oshishi mumkin. Bu esa yakuniy pensiyangizni sezilarli darajada ko'paytiradi. Astashki, real hayotdan misol bir faraz qilaylik. 6 yoshli Ahmad aka umrining dastlabki 20 yilida muhandis sifatida yuqori maosh olgan. Keyingi 11 yilini esa kamroq maoshli jamoat ishlarida o'tkazgan.
eski tizimda Ahmad akaning pensiyasi asosan oxirgi 5 yildagi kamroq maoshiga qarab hisoblanar edi. Natijada uning pensiyasi masalan 1 million so'm atrofida chiqishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning yoshlikdagi muhandislik davridagi yuqori maoshlar ham hisobga olinadi. Ular inflyatsiya koeffitsiyentlari bilan hozirgi qiymatga keltiriladi. Natijada Ahmad akaning pensiyasi 2 million so'mgacha yetishi mumkin. Bu 7 ming so'm farq uning hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lgan amaldagi nafaqaxo'rlar, agar siz allaqachon pensiya olib turgan bo'lsangiz, lekin sizning pensiya miqdoringizni qayta ko'rib chiqishni istasangiz, yangi qoidalar siz uchun ayni muddao. Bu pensiya tayinlangandan keyin ishlashni davom ettirganlar yoki avvalgi pensiya hisoblashda ba'zi ma'lumotlar to'liq inobatga olinmagan deb hisoblaydiganlar uchun muhim. Endi sizning butun ish stajingiz davomidagi ish haqi ma'lumotlarini qayta tekshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Agar hayotdan misol 2-6 yoshli Gulnora opa 10 yildan beri pensiyada. Uning pensiyasi 23 million so'm. Uning yoshligida 1960 yillarda yuqori malakali tikuvchi sifatida ish haqi hozirgi pulga aylantirganda ancha yuqori bo'lgan. Ammo o'sha paytda hujjatlar yaxshi saqlanmagan yoki pensiya hisoblashda faqat oxirgi davrlar hisobga olingan. Yangi tizimga ko'ra Gulnora opa o'sha davrga oid ma'lumotlarni, masalan, arxivdan olingan ma'lumotnoma, kasaba uyushmasi hujjatlari taqdim etib pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Agar uning yuqori maoshi inobatga olinsa, uning pensiyasi 8 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu albatta Gulnora opaning pensiyasiga jiddiy plyus hisoblanadi. Ish staji bilan bog'liq muammolari bo'lganlar, agar sizning ish stajingizda uzilishlar bo'lgan bo'lsa yoki ba'zi davrlardagi ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, yangi tartib bu muammolarni hal qilishda yordam berishi mumkin. Raqamli arxivlar va idoralararo ma'lumot almashinuvi tizimlarining joriy etilishi tufayli endi sizning stajingizni tasdiqlash jarayoni ancha soddalashdi va ko'proq ma'lumotlar bazalariga kirish imkoniyati yaratildi. Real hayotdan misol uchun. Astroshik 28 yoshli Davron akada 1990 yillarning boshlaridagi 7 yillik staji bo'yicha mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin u davrdagi korxona bankrot bo'lib, arxiv hujjatlari topilmas edi. Shu sababli pensiya hisoblashda bu 7 yil inobatga olinmayotgan edi. Yangi qonunga ko'ra pensiya jamg'armasi endi boshqa davlat idoralaridan, masalan, soliq idorasi yuridik shaxslar reyestri ma'lumotlarni so'rash imkoniyatiga ega bo'ldi. Agar Davron akaning o'sha davrdagi soliqlari to'langanligi yoki uning ishlaganligi haqidagi boshqa biror rasmiy ma'lumot aniqlansa, bu 7 yil ham uning stajiga qo'shiladi va pensiya miqdori oshadi. Ikkinchidan, kimlar uchun bu o'zgarishlar deyarli ta'sir qilmaydi? 1. Yangi pensiya olish uchun minimal stajga ega bo'lmaganlar. Agar sizda umumiy talab qilingan minimal ish staji mavjud bo'lmasa va siz ijtimoiy nafaqa olsangiz, bu o'zgarishlar sizning hozirgi nafaqa miqdoringizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Ammo ijtimoiy nafaqalarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha alohida qarorlar qabul qilinishi mumkin. Ammo bu hozirgi pensiya islohotlari bilan bevosita bog'liq emas. Sizga nisbatan boshqa ijtimoiy dasturlar ishlaydi. 2. Astrosk pensiya hisoblashda barcha ma'lumotlari to'liq hisobga olingan va qayta hisoblashda ortiqcha o'zgarish kutmayotganlar. Agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimal darajada hisoblangan bo'lsa va sizda qo'shimcha staj yoki yuqori daromadli davrlarga oid ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, bu o'zgarishlar sizning pensiyangizga sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq har qanday holatda ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizga tegishli aniq ma'lumotlarni olish har doim foydali. Yodingizda tursin, ortiqcha pul hech qachon zarar qilmaydi. Bu yerda eng muhim narsa har bir kishining holati ekanligini tushunish. Shuning uchun men sizga umumiy tavsiyalar bera olaman. Lekin sizning aniq holatingizni tushunish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz shart. Istisnolar, to'siqlar va nuanslar aziz tomoshabinlar har qanday islohotda bo'lgani kabi. Bu yangi pensiya tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan to'siqlar va bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan aniq jihatlar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Shunda hech qanday kutilmagan holatlarga duch kelmaysiz. Birinchidan, astroshik istisnolar haqida. Astroshik maxsus sharoitlarda ishlaganlar uchun istisnolar. Agar siz shifokor, o'qituvchi, konchi, harbiy xizmatchi kabi kasb egalari bo'lsangiz, sizning pensiyangizni hisoblashda oldin ham
maxsus koeffitsiyentlar va imtiyozlar qo'llanilgan. Yangi tizim bu imtiyozlarni bekor qilmaydi. Balki ularni yangi hisoblash metodologiyasiga integratsiya qiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning imtiyozli stajingiz yoki yuqori daromadingiz endi yangi, yanada adolatli tizimda ham o'z aksini topadi. Misol uchun, shifokorlarning erta pensiyaga chiqish huquqi yoki zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlarning qo'shimcha stajiga oid qoidalar o'z kuchida qoladi. Faqat endi ular umumiy hisoblash formulasi ichida yanada aniqroq aks ettiriladi. Bu ba'zan oldingi davrlardagi hisoblash xatolarini to'g'rilashga va pensiyani oshirishga yordam beradi. Ikki esa nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Asterisk bu turdagi pensiyalar uchun hisoblash metodologiyasi asosan o'zgarishsiz qoladi. Ularning tayinlanish tartibi va miqdori alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Biroq agar nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsda yetarli ish staji mavjud bo'lsa va u eski qoidalarga ko'ra tayinlangan bo'lsa, uning ish stajiga oid ma'lumotlar yangi qoidalar bo'yicha qayta tekshirib chiqilishi va agar bu foydali bo'lsa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'pchilik nogironlik pensiyalari ish stajiga bog'liq emas deb o'ylaydi. Ammo ayrim hollarda aynan stajni hisobga olish pensiyaning o'sishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, astik to'siqlar va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. 1. Astik hujjatlarning raqamlashtirilishi hukumat staj va daromad ma'lumotlarini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Ammo barcha ma'lumotlar hanuz bir zumda raqamli bazalarga o'tib ulgurmagan. Ayniqsa eski davrlarga oid 1990 yillardan oldingi ma'lumotlar hali ham qog'oz shaklida mavjud bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, ba'zi hollarda sizga eski ish joyingizdan arxiv ma'lumotnomasini shaxsan olib kelish talab etilishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qilishi va biroz mushkul bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1945 yildan 1995 yilgacha paxta zavodida ishlagan bo'lsangiz va bu korxona allaqachon tugatilgan bo'lsa, o'sha davrga oid ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatni topish qiyin bo'ladi. Pensiya jamg'armasi endi bunday holatlarda boshqa ma'lumot manbalariga murojaat qilishi mumkin. Ammo siz ham faol bo'lishingiz va o'zingizda mavjud bo'lgan har qanday hujjatni ish haqi qaydnomalari, buyruq nusxalari, kasaba uyushmasi chiptalari taqdim etishingiz lozim. 2. Asosiy ma'lumotlar bazalaridagi xatolar, raqamlashtirish jarayonida ba'zida ma'lumotlar noto'g'ri kiritilishi yoki yo'qolib qolishi mumkin. Agar sizning elektron ish stajingiz haqidagi ma'lumotlarda nomuvofiqliklar bo'lsa, masalan, ishga kirish yoki chiqish sanalari noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, buni tuzatish uchun qo'shimcha harakat talab etiladi. Bu ayniqsa ma'lumotlarni jismoniy mehnat daftarchasidan raqamli bazaga o'tkazishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolar. Sizning vazifangiz o'zingizning elektron ish stajingizni tekshirib borish va har qanday nomuvofiqlikni tezda pensiya jamg'armasiga xabar berish. Uchinchidan, noaniq nuanslar. Asterisk inflyatsiya koeffitsiyentlari va daromadlarni qiymatlash. Yangi tizimda avvalgi davrlardagi daromadlar hozirgi qiymatga keltiriladi. Bu jarayon uchun maxsus inflyatsiya koeffitsiyentlari qo'llaniladi. Bu koeffitsiyentlar hukumat tomonidan belgilanadi va ularning qanday hisoblanishi, qaysi davrlar uchun qanday qo'llanilishi ba'zan tushunarsiz bo'lishi mumkin. Masalan, 1990 yillardagi maosh 2024 yilga nisbatan qanday qiymatda hisoblanadi? Bu nuanslar yakuniy pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bu haqda pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan aniq tushuntirish talab qilish muhim. 2. Qayta hisoblash muddati. Pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilganingizdan keyin qancha vaqt ichida natija olasiz? Qonuniy muddatlar belgilangan bo'lsa-da, ba'zida hujjatlarni tekshirish yoki qo'shimcha ma'lumotlarni so'rash jarayoni uzayib ketishi mumkin. Shu sababli iloji boricha tezroq murojaat qilish va barcha kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etish tavsiya etiladi. 30. Pensiyani oshirish mexanizmlari. Yangi tizimda pensiyalarni indeksatsiya qilish mexanizmlari ham yangilanadi. Endi pensiyalar inflyatsiya darajasiga bog'liq holda avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Ammo bu mexanizm qanday ishlaydi? Qaysi ko'rsatkichlar asosida baholanadi va qanchalik tez-tez o'zgartiriladi? Bu kabi savollar hozircha to'liq oydinlashmagan bo'lishi mumkin. Siz bu masalada ham pensiya jamg'armasidan to'liq ma'lumot olishingiz kerak. Bu istisnolar, to'siqlar va noaniq nuanslarni bilish sizga jarayonni tushunishda va o'z huquqlaringizni himoya qilishda juda yordam beradi. Esda tutingki, siz har bir bosqichda to'liq ma'lumot olish huquqiga egasiz. Amaliy maslahatlar
Nima qilish kerak? Azizlar, endi amaliy qadamlarga o'tamiz. Bu videodagi eng muhim qism shu. Yuqorida aytilganlarning barchasini inobatga olgan holda sizning aniq harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak va nimani yozish kerak? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam o'zining pensiya holatini aniqlash. Nima qilish kerak? Eng avvalo, siz o'zingizning hozirgi pensiya miqdoringizni, ish stajingizni va pensiya hisoblashda qaysi davrlardagi ish haqi inobatga olinganligini aniq bilishingiz kerak. Bu ma'lumotlarni siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. Hatto onlayn portallar orqali ham shaxsiy kabinetingizda bu ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati mavjud. Astarish, qayerga borish kerak? Eng qulay yo'li yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurish. Bu yerda sizga navbatsiz xizmat ko'rsatishadi va kerakli ma'lumotlarni taqdim etishadi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga my.uz kirib shaxsiy kabinetingiz orqali ham tekshirishingiz mumkin. Faqatgina shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta talab etiladi. Shu ikkinchi qadam, ish stajingiz va daromadlaringiz haqidagi hujjatlarni to'plash. Nima qilish kerak? Agar sizda eskirgan ish haqi kitobchalari, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari agar mavjud bo'lsa, kabi barcha qog'oz hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni to'plang. Yangi tizimda yuqorida aytganimizdek, sizning butun ish faoliyatingiz davomidagi daromadlar hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun avvalgi davrlardagi yuqori maoshlaringizni tasdiqlovchi har qanday hujjat juda qimmatli bo'lishi mumkin. Agar sizning ba'zi davrlardagi stajingiz tasdiqlanmagan bo'lsa, o'sha davrdagi korxonaning arxiviga murojaat qilish yoki boshqa hujjatlarni, masalan, diplom buyruq nusxalari qidirish lozim. Qayerga borish kerak? Eski joylaringizning arxivlari. Tugatilgan korxonalar uchun tuman, shahar arxivlari. Agar siz davlat tashkilotida ishlagan bo'lsangiz, ko'pincha bu ma'lumotlar arxivlarda saqlanadi. Qanday hujjatlar kerak? Mehnat daftarchasi, ish haqi kitobchalari. Ish joyidan ma'lumotnomalar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari. Har qanday hujjatni asl nusxasi bilan olib boring. Uchinchi qadam, pensiyani qayta hisoblash uchun ariza berish. Nima qilish kerak? Yuqoridagi ikki qadamni amalga oshirganingizdan so'ng, siz pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga pensiyani qayta hisoblash to'g'risida ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Arizada pensiya miqdorini yangi qoidalar asosida qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz lozim. Arizada sizning holatingizni, ya'ni qaysi davrlardagi ish staji yoki daromadlar hisobga olinmaganligini qisqacha bayon qilishingiz mumkin. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga. Bu eng qulay variant. Yoki pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi, to'plagan barcha ish staji va daromadlar haqidagi hujjatlarning aslari va nusxalari ariza joyida yoziladi yoki namuna asosida to'ldiriladi. Nima yozish kerak? Ariza namunasidan parchalar. Men, to'liq ismingiz, tug'ilgan kuningiz, pasport seriya va raqamingiz, fuqaro, hozirgi manzilingizda yashayman. Hozirda pensiya guvohnomasi raqamli pensiya guvohnomasi asosida pensiya olaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qaror yoki farmon raqami va sanasi va Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror raqami va sanasi bilan pensiya ta'minoti tizimiga kiritilgan o'zgarishlar, xususan 1 maydan boshlab pensiya hisoblash metodologiyasining yangilanganligini inobatga olib, mening pensiyamni yangi tartib asosida, mening butun ish faoliyatim davomidagi ish staji va daromadlarimni hisobga olgan holda qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Ilovaga mening ish stajim va daromadlarimni tasdiqlovchi hujjatlar nusxalarini ilova qilaman. Pensiyamni qayta hisoblash natijalari bo'yicha menga yozma javob berishingizni so'rayman. 4. 4-qadam. Natijani kutish va jarayonni nazorat qilish. Nima qilish kerak? Arizangiz qabul qilingandan so'ng sizga arizaning qabul qilinganligi to'g'risida ma'lumotnoma beriladi. Bu ma'lumotnomada arizaning ro'yxatdan o'tish raqami va qabul qilingan sanasi ko'rsatilgan bo'ladi. Qonun bo'yicha pensiyani qayta hisoblash uchun ma'lum bir muddat belgilangan. Bu muddat odatda 10-15 ish kunini tashkil qiladi. Agar shu muddat ichida javob olmasangiz
siz murojaat qilgan organga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib holatni surishtirishingiz mumkin. Muhim elatma ba'zi hollarda agar pensiya jamg'armasi sizning hujjatlaringizda aniq bo'lmagan joylarni topsa yoki qo'shimcha ma'lumotlar talab qilsa, siz bilan bog'lanishi mumkin. Shuning uchun bog'lanish ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni to'g'ri ko'rsating va qo'ng'iroqlarga javob bering. Bu qadamlar nafaqat pensiyani qayta hisoblash uchun, balki birinchi marta pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar uchun ham muhimdir. Chunki ular ham xuddi shu tartibda hujjatlarni yig'ib murojaat qilishlari kerak. Har bir qadamni diqqat bilan bajaring va shubhali holatlarda mutaxassislardan maslahat olishdan tortinmang. O'zingizning huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Xulosa va yakuniy chorlov aziz nafaqaxo'rlar va aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz Irmaydan boshlab pensiya ta'minoti tizimiga kiritilgan jiddiy o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Sizning butun ish faoliyatingizdagi daromadlarni hisobga olgan holda pensiyani qayta hisoblash imkoniyati. Stajni tasdiqlashning yangi mexanizmlari, bularning barchasi sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan. Biz kimlarga bu o'zgarishlar ta'sir qilishi, istisnolar va amaliy qadamlar haqida ham atroflicha ma'lumot berdik. Esda tuting, bu yangiliklardan xabardor bo'lish va faol harakat qilish sizning kelajakdagi farovonligingiz uchun juda muhimdir. Men sizdan faollik kutib qolaman. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos videoga like bosing. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. O'z tajribangizni, pensiya hisoblash jarayonida duch kelgan muammolaringizni yoki yangi qoidalardan kutayotgan natijalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Shu bilan birga kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazib boramiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo o'z huquqlaringizni bilib yashang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.